so'rab qo'y hajjomingdan, so'rasang so'rab qo'y hajjomingdan. Qo'llaringdan tutsam qoching deysana, ko'rinmay qolsam qani deysana. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Mana shunday bir fayzli damlarda, o'zlari mana shunday bir eng baxtli damlarda, bugungi xursandchilik damlarida o'zlarining mehrini qo'shiliyatda tashib yurgan barcha qadrli qadrdonlarimiz, albatta bugun mana shunday bir xursandchilik damlarida Jamoljon akamizda fayzli xonadonida eng unutilmas baxtli lahzalardan biriga guvoh bo'lmoqdamiz. Albatta mana shunday bir baxtli damlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zining millionlab muxlislarida ko'ngildan chuqur joy egallagan akam bo'lasiz. Kelin boshlovchisi mana shunday bir fayzli damlarda o'zlarida sovg'alarni topshirishni navbatdagi manzili Urg'u tumani Qayroqi qishlog'iga tashib yurdilar. Albatta bu tashibda chiroyli qarsaklar bilan birgalikda qarsaklar qabul qilib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum Urgut ahli. Mana xabarlarimiz bor. Jamol akamiz musofirchilikka borib, akam bo'lasi uyniga ishtirok qilib 3000 ta odamning ichidan g'olib chiqib, shuna yangi mashina Dong 508 g'olibi chiqdi. Tabriklaymiz. Yaxshi bilan odamga savo qilaman degan mashina voqeasizmi? Keling bu. Mashina muborak bo'lsin. Oldi sotish shartnomasi, tek pasporti, mana bu kaliti muborak bo'lsin. Omading kelsa chopib, rizqing chala termagin, 5-6 so'm pul topib, otangga dars bermagin. Sen surgan shu davrini, u bir paytlar surgan, sen ko'rgan shu xarozni, jo'jaligida ko'rgan. Eshigingni terbatib, onang yonida turgan, 5-6 so'm pul topib, otangga dars bermagin. Sendek aqli rasoni keltirdi bu dunyoga, ulg'aytirdi ko'chida qancha jabr jafoga. Obunachilarimizga, farzandimizga tilaklaringiz bo'lsa aytib berasiz. Xursandchilik. Yo'q. 3 kun 4 kun bo'lyapti, boshimizga kelyapti. Yana tilaklaringiz. Muvaffaqiyat. Odatini ko'rishni. Shunday bilan hammaga nasib etsin. Butun Urgut xalqiga, Qayroqi mahalla xalqiga tekshik muborak bo'lsin. Rahmat. Bir oy oldin manimcha mashina olib keldik. Shu tumanga, Urgut tumanga. Ular raqam beradi. Qaysi mahallada, tizimdagi o'shanda mashina olib berdik. Iloyim har kuni zo'r mashinalarga olib keldik Urgutga. Samarqand viloyatiga biz ko'p mashinalar olib berganmiz. Onaxon siz ham tilaklaringizni o'zingizga ayting. Assalomu alaykum mehmonlar, qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar, hammalaring avvalambor xush kelibsizlar. Mana bugun Alloh tomonidan Xudo mo'jiza yuz berib, mana bizning xonadonimizga Alloh tomonidan mashina keldi. Avvalambor shu mo'jizaning sababchilari mana mening akam, ijodkorlarga rahmat so'ragan. Mana o'z omadini sinab olganiga ancha pullar yutib oldi. Qo'y qadamli bo'lsin mashina. Bitta nevaramizni to'y qilmoqchi edi, kiraga yaxshi xizmat qilsin. Shu Jamol o'g'limning qissasi tug'ilgan kuni shu. Kalisi bitta ko'nicha qani? Gulay. Shuni tug'ilgan kuni, shuni sovg'a bo'ldi. Hammasizlarga ham rahmat. O'sha qalbingiz salomat bo'ling. Rahmat. Shuncha havolasiz sizlarga uzoq yillar kelib, alayhissalom rahmat. Biz bu shu joyga kelib xursand bo'ldik, chunki ahli mahalla
pishloqchilik ekan kutib oldilar. Rahmat sizlarga, ilonchilarga shunaqa huzur o'tiriblar. Nasib sevmaydi. Assalomu alaykum. Mehmonlar, singillar, hammalar. Ularga xizmat qilsin, hammamizga dasturxon kunlar, mana shu kompaniyani boshqadan boshlashga hammalarga bundan keyin ko'p taqatirlar. Kelasizlarga yana kunlarga kelinglar, hammalarga salomlar. Senin kalaklı sağlıkların tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Biz xabarimizga yo'q, lekin gulobga sizga muborak bo'lsin. Rahmat mozakashalar, boshlaydir o'ylamas, xalqimizda baxtli damlarda o'zingizni ulkan bir hissangizni qo'shasiz. Mana shunday o'zi Samarqand yo'l yuzini sayqal deydi. Samarqandni sayqallatib turguvchi siz mehmondo'st Urgut tumaniga tashrif buyursiz. Albatta bizlar ham arzimas sovg'alarni qabul qilib olasiz. Marhamat. Ushbu fayzi bo'lgan sohibi sohibalar nomidan. Marhamat. Perişan halime var mı ikbalim? Yüzleri ayıp, lebleri balım. Perişan halime var mı ikbalim? Yüzleri ayıp, lebleri balım. Yar bulur beni, yar bulur beni, yar bulur beni. Bir bari halime. Sorasay sorab koy haccamingdan. Sorasay sorab koy haccamingdan.